Assalomu alaykum aziz Fikrat muxlislari. Demak, huquqshunoslikka oid ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Bugun ham bir vaqtning o'zida qiziqarli va shu vaqtning o'zida juda ham muhim bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Demak, studiyamizda bugun ham doimiy ekspertimiz Verum Law Firm advokatlik firmasi advokati Jahongir aka Mutalipov tashrif buyurganlar va Iqboldin akaning ham tashrifi nazarda tutilgandi, lekin sud protsessi bo'lganligi uchun demak buning imkoniyati bo'lmadi. Keyingi ko'rsatuvlarda nasib qilsa Iqboldin akani ham ko'rsatuvlarimizda kutib qolamiz. Demak, bugungi mavzu tergov masalasi, ya'ni tergov taktikasi va uning huquqiy ma'noda bo'lmasa ham hiylalari bu deylik bunga bir ilmiy jihatdan yondashmaydigan bo'lsak, o'sha hiylalarning vujudga kelishi masalalari va buni qonuniy o'tkazish uchun qanday unga huquqiy ta'sirlar o'tkazish mumkin yoki bo'lmasa umuman tergovchining psixologik holati bunga qanday ta'sir ko'rsatadi yoki bo'lmasa uning bilimining ko'pligi shu masalalarda, tergov masalasida yoki bo'lmasa bilimining kamligi bunga qanday ta'sir ko'rsatadi yoki ustoz shogird masalalari bu jihatdan deylik tergovning sifatini qanday oshiradi degan masalalarni bugun Jahongir aka bilan muhokama qilamiz. Jahongir aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Jahongir aka, ilk savol, an'anaviy tarzda biz tergov va tergov taktikasi nima degan masalaga oydinlik kiritsak, keyinchalik bu undan keyingi savollarni yoritishda asos vazifasini bajargan bo'lardi. Haqiqatdan ham tergov taktikasi bu hiylami yoki taktikami degan savollar fuqarolarda, umuman huquqshunoslarda o'zida ham bunaqa savollar bor. Taktika degan nimani tushunamiz? Bu tergov hiyla ishlatib, aldab, yo'q narsani bor qilib ko'rsatib ma'lumot olib olishmi yoki bir ilmiy, ya'ni tergov taktikasi deganda tergov harakatlarini samarali o'tkazish uchun ishlab chiqilgan ilmiy, psixologik va kriminalistik qoidalar majmuasimi bu o'zi, nima bu degan savol bor. Bu endi bilasiz, yuridik institutlarda jinoyat protsessual huquqi fanlari o'qitiladi, juda mukammal o'qitiladi. Hatto u yerda ham tergov taktikasi haqida tushunchalar deyarli berilmaydi. Umuman olganda endi oliy o'quv yurtlarida adabiyot o'qiysiz, nazariy ilmingizni oshirasiz. Keyin amaliyotga borganingizdan so'ng esa sizga biriktirilgan murabbiy tergov qilish sir asrorini o'rgatadi, qanday savol javob qilish sirlarini o'rgatadi yoki qarorlar qanday yoziladi, qarorlarda qanday qilib uklon deymizmi? Rus tilida uklon, ya'ni bir moyillik qilib yozish tartiblari, bu hammasi kasbning sirlarida endi bu. Bu juda ham muhim kasb, sababi agar tergovchilarimiz ilmlik, fahmi farosatlik, bir sal makrroq bo'lmasa, tabiiyki jinoyatchi undan qochadi. Qochgan ham xudo deydi, quvgan ham xudo deydi degan maqolimiz bor. Shuning uchun taktikani o'rganishimiz bugungi kunda nafaqat endi eshituvchilar, kuzatuvchilarimizdan tashqari, men o'ylaymanki, professional mutaxassislar ham kuzatadi. Ularga ham bu foydadan xoli bo'lmaydi, sababi meni yelkamda 10 yildan ortiq tergovchilik tajribam bor. Har xil darajalarda ishlab ko'rganman, har xil hajmdagi jinoyatchilarni tergov qilish nasib qilgan. Shuning uchun bugun bu mavzuga to'xtadik. Sababi asosiy sabablardan biri bugungi kunda biz o'zimiz bevosita amaliyotda qatnashayotganda ko'ryapmizki, tergov taktikasi deb bir versiya tanlab olinyapti-da, ana shu versiyani mustahkamlash uchun harakat ko'ryapmiz. Bu noto'g'ri emas, aslida to'g'ri. Lekin qachon yana ham to'g'ri bo'ladiki, qachonki versiyalaringiz bir nechta bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Bitta versiyani tanlab olib, aytaylik, men sizdan bir ariza borib organga topshirgan bo'lsam, bo'ldi, meni gapimga o'qib tergovchi yoki mas'ul xodim, demak Hamid Sodiq yomon odam ekanda, Jahongirda aytish bo'yicha deb tushunib oladi-da. Ana shu fikr bilan bo'ldi. Siz kelishingizdan boshlab qovoq solib kutib oladi sizni. Savol javoblari ham qanaqadir bosimlik, sizga bo'lgan munosabati ham bosimlik. Mana shu paytda tergovchi taktika qo'llayotgan bo'ladi aslida. Qanaqa taktika qo'llaydiki, sizni bosim orqali to'g'ri gapirishga undashni xohlaydi. Sizning gaplaringiz uni qulog'iga yolg'on bo'lib chalinishni boshlaydi. Sababi arizachi uqtirib yuborgan, unga tushuntirib yuborgan. Men afsuski endi bu mayli tergovchining ilmsizligi orqali bo'lsa, xo'p,
mayli tushunamiz, uni ilmni keyinchalik olib to'g'rilab olsa bo'ladi yoki tergovchilardan nazorat qiluvchi organlar bor, prokuratura bilamiz, nazorat qilib ular to'g'rilaydi. Lekin agar orada noqonuniy unsurlar aralashgan bo'lsa, bu juda ham og'ir masala. Endi O'zbekistonda ming afsuski korrupsiyadan xoli mamlakat deb ayta olmayapmiz haligacha. Korrupsiyaga qarshi kurash indeksi bo'yicha ham yuqori o'rinlarda emasmiz. Bu yomon tomoni barcha sohalarda namoyon bo'lyapti. Jumladan tergov organlarida ham bor. Endi buni isbot dalil sifatida ommaviy axborot vositalarida ko'plab tergovchilar poraxo'rlik, pora insidentlar bilan qo'lga olinayotganlar tushayotganligi ko'rinyapti. Demak, xulosa qila olamizki, biz xohlagandek emas hali berak. Biz kutgandek risoladagidek emas. Endi bugungi kunda, hozirgi kunda, bugungi kun kechada ham tergovga jalb qilingan odamlar minglab. Tergov degani faqat jinoyatchi qo'zg'atilgandan keyingi tergov harakatlari tushunish mumkin, lekin asl tergovga qadar tergov harakatlari ham tergov harakatlarini qonunchilik bilan qamrab olinadi o'ziga. Ya'ni Jinoyat protsessual kodeks bilan qamrab oladi. Tezkor vakillarimiz jinoyat protsessual qoidalarga amal qilgan holda tergovga qadar bo'lgan tergov harakatlarini o'tkazish mumkin va eng muhim ana shu joyda. Ba'zi paytda odamlarimiz ko'p holatlarda ham desak bo'ladi, aytaylik, profilaktika inspektori chaqirsa bir masala bilan yoki boshqa turdagi tezkor vakillar bor, ichki ishlar sohasida, davlat xavfsizlik sohasida, departamentda bor bunaqa tezkor xodimlar. Chaqirsa bir advokat yollash xayoli kelmaydi, sababi fikri to'g'ridir. Chaqirib ishi bor ekan shekilli deydi. Hozirgi kunda mana bizga ko'p murojaatchilar telefon qilishadi, murojaat qilishadi, meni sababsiz chaqiryapti falon joyga. Tezkor vakillar borishim kerak emasmi? O'zi qarang, haligi odamda psixologik bosim boshlandi shu daqiqadan boshlab. Mana hozir har qaysi odamga telefon qilib, biz prokuraturadanmiz yoki falon huquqni muhofaza qiluvchi organdanmiz, kelib keting desa, o'zi yoqimsiz jarayon. Chunki u yerga taqdirlash uchun chaqirmaydi hech kim, faqat aybingiz bo'lsa, bir sabab yoki bir narsa guvoh bo'lib qolgansiz degan bir ularda asosli ma'lumotlar paydo bo'lgan bo'lsa chaqiradi. Va bundan tashqari davlatning o'zini siyosiy rejimlari bor, ichki rejimlari. Bu garchi bir qandaydir adabiyotlarda unaqa rejimimiz bor deb ta'rif berilmagan bo'lsa-da, Jinoyat kodeksining moddalaridan, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning moddalaridan bu rejimga ko'rsatuvchi moddalar bor. Misol uchun bunday rejimlardan biri jamoat xavfsizligini saqlash borasida bor, aynan jamoat qanday o'zini tutish yoki o'zaro bir-birimizga ma'lumot ulashishdagi chegaralar bor, yoki shaxsga doir ma'lumotlarni oshkor qilishdagi chegaralar bor. Bular muayyan rejimni, qonun rejimni keltirib chiqaradi. Umuman konstitutsiyamizdan kelib chiqadi, keyin qonunlar, kodekslar kelib chiqadi. Ana shunday holatda tergovchining ham taktikasi shakllanishiga mana shu qonunlar sabab bo'ladi. Endi tergov taktikasini juda muhim taraflaridan biri bugungi kunda aytib o'tmoqchi edim. Yo'naltiruvchi savollar ko'p berilayotganida deb o'ylayman. O'zi bu mavzuga tanlashdan asosiy maqsadlardan biri ham shu. Sababi katta qonun buzilishlar yo'naltiruvchi savollar berish orqali jinoyatni fosh qilganga o'xshab ko'rinish bo'lib qolyapti. Hamid aka, go'yoki jinoyat fosh qilgandaysiz. Mana ko'pchilik odamlar shaxsga qarshi, soliqqa qarshi jinoyatlarni misol qilib keltiradi, lekin jamiyatimiz faqat u jinoyatlardan iborat emas. Iqtisodiy sohadagi jinoyatlar bor, ekologiya sohasidagi jinoyatlar bor, moliyaviy munosabatlarda, soliq sohasida jinoyatlar bor. Bular hammasida ham faqat qotilni topishdagi tergovchining harakatlari nazarda tutmaylikda, kundalik hayotimizdagi bo'ladigan ishlarda ham tergov taktikalarini muhokama qilish maqsadga muvofiq. Endi yaqinroq keladigan bo'lsak, odamlar tushunadiganroq qilib gapiradigan bo'lsak, tabiiyki bir odam tergovga chaqiriladigan bo'lsa, yaxshilik bilan chaqiryapti deb gumonsiz boradi o'zi avvalo, va shunaqa gumon bilan borish ham kerak. Men tergovga meni bir yaxshi sabab bor ekan deb bormaydi o'zi. Unaqa borish ham kerak emas. Albatta sal hushyor tortib, har bir berilayotgan savol diqqat bilan eshitib va tergovchini tomonidan qilayotgan xatti-harakatlarga endi unga gap qaytara olmaysiz. To'g'risi, tergovchiga vakolatli odam, mansabdor shaxs, menga nimaga bunaqa savollar berasiz, haqqingiz yo'q-ku desangiz, u sizga g'azab ko'rsatadi. U sizga topib oldingizmi, barakalla, aqlli ekansiz demaydi hech kim. Nimaga menga o'rgatyapsiz? Men bu yerda tergovchiman deydi. Savolni men beraman sizga deydi. Mana shunday ham bu taktika maqsad odamni ruhiy bosim o'tkazib, berilayotgan savollarga imkoni boricha to'g'riroq javob olish harakatida bo'ladi bu ham. Men ham tergovchi yo'q, bu maqsad yo'naltirib boshqa tomonga olib ketmoqchi bo'ladi demoqchi emasman. Shunaqa qilmasam gapirmaydi deydi. Mana aytaylik, shaxsga qarshi jinoyatlar, soliqqa qarshi jinoyatlarni oladigan bo'lsak, olib kelib shuni urdingmi yoki bir jarohat yetkazaymi desangiz, hamma men qildim demaydi-da endi. Agar bo'lib ham bu sirli ravishda jinoyat sodir bo'lgan bo'lsa, endi nihoyat uni qidirib topish qiyin.
ana shu paytda tergov taktikasi aslida qonun bo'lsa o'tirib tahlil qilib jinoyatchidek fikrlab men jinoyatchi bo'lsam qanday yo'l tutgan bo'lardim yoki jabrlanuvchi kelib falonchi menga nisbatan manaqa bir tazyiq o'tkazdi deydigan bo'lsa darrov uni tomoniga tura olmasdan to'xta ikkinchi tomondan ham eshitaychi nima der ekan ikkinchi tomondan ham eshitib chiqqandan keyin ana shundan keyin tergovchida muayyan dalillar yig'ib bir ko'rinish voqelikni ko'rinishi hosil bo'ladi ko'zni ostida demak voqea mana bunday bo'lgan ekanda bunaqa qilish kerak ekan degan tushuncha hosil bo'ladi. Tergov taktikasidagi xatolarga misol qilib keltiradigan bo'lsam osonroq tushunib oladi tinglovchilar. Mana hozir bitta bizga kelgan ishonch bildiruvchi odam ariza bilan kelibdi. Hurmatli advokat dedi, meni bir oila bir nechta aka-ukalar bilan birga o'ldirmoqchi bo'ldi. Buni sababi muayyan hududda meni savdo do'konim bor. Uning atrofida esa ularning do'konlari. Meni do'konimni olishmoqchi bo'ldi. Men sotmadim endi. Yaxshi joy, xohlasam sotaman, xohlamasam yo'q. Lekin u odamlar ana shu tumanda juda obro' qozongan ekan, boyligi bilan, o'ziga yarasha tanish-bilishlari bilan. Meni gaplarim ularga yoqmadi. Ularning ko'z o'ngida men oddiy bir kambag'al inson bo'lganim uchun, chunki sen meni gapimni rad qilasan deb dedi, meni orqamdan quvlashdi, meni ko'krak qafasiga pichoq tiqishdi, o'ldiraman deb keyin meni armaturalar bilan harakat qilishni tiqishdi. Lekin tergov sudga borganda aybdorlar hammasi guruh sifatida harakat qilganligi e'tiborga olinmagan, ya'ni ana shu jinoiy guruhdan shaxslar chiqib ketib qolgan. Bitta odam, ikkita odam ayblangan xolos. Ayblanganda ham buni o'ldirish uchun qasd qilib harakat qilinayotganligi inobatga olinmayapti-da, go'yoki unga tan jarohat yetkazmoqchi bo'ldi deb baholanib, xuddi shu holatda sudga chiqib, sudda shunga taalluqli hukmlar chiqib, adolatsizlik yuzaga keldi. Shundan so'ng biz aralashdik va ana ishonch bildiruvchi odam Oliy sud raisi qabuliga yozildi. Tushuntir buni sud chunki tergovlar tugagan, sudlar bir necha instansiyalar o'tib bo'lgan va oxir-oqibatda hukm o'zgarmayapti. Muqaddam sudlangan odam esa norozi sudning hukmidan. Nimagaki? Chunki sababi jinoyatchilar doirasida to'liq qamrab olingani yo'q, ularning harakatiga yarasha jazo tayinlangani yo'q degan fikr bilan Oliy sud raisining qabuliga bordi va uni hammasini tushuntirib berdi. Harakatlarni tushuntirgandan keyin bu noto'g'ri bo'lgan degan xulosa keldi. Aytyapti, Oliy sud raisining o'rtasida o'tgan suhbatda chiqib bizga aytib beryapti. Yonida boshqa o'rinbosarlari-yu tarkib bilan qabul qilar ekan Oliy sud raisi dedi. U odamlar ham jinoyatchi hujjatlarni o'rgangan bo'lib kirib axborot berishar ekan dedi. Biz jarayonni bilamiz, u odamning gapidan aytib beryapman. Shunda menga aytib berchi voqeani dedi, voqeani aytib berdim. Keyin yonida o'tirgan sudyalardan Oliy sud raisi jinoyatchi hujjatlar nima deyapti deb so'raganda, ikki xil ekspertiza xulosalar turibdi. Bir ekspertiza xulosasida go'yoki pichoq qorin qafasiga tiqilgan degan yozyapti, bir xulosasida ko'krak qafasiga tiqilgan deyapti. Qanday tushunish mumkin? Ikkita xulosa bor jinoyat ishida, sudya qaysi birini oldi? Bo'lmasa buni hammasini jinoyat protsessual kodeksida tartiblar bor. Ikkita xulosa bo'lib qolsa qanday yo'l tutadi mansabdor shaxs? Chunki yakuniy haqiqiy xulosa kelishingiz kerak, haqiqiy adolatli xulosa kelishingiz kerak. Lekin ana shu xulosalarga vaqtida to'g'ri kelinmaganligi uchun shaxs norozi bo'lyapti sudning hukmidan. Ana shu joyda ham Hamid aka ana shu tergov taktikasi qo'llangani aniq. Bu yerda tergov taktikasi demak muayyan shaxslarni javobgarlikni cheklashga qarab ketgan deb xulosa qilsam bo'ladi. Men endi 20 yillik yuristman, bo'lim tajribalik, o'ziga yarasha tajribam bor. Muayyan huquqiy baho berish vakolatim bor meni bugungi kunga kelib. Bo'lim uni tasdiqlovchi litsenziyam bor. Shundan kelib chiqib, men o'zim shaxsiy xulosam, demak bu yerda taktika noto'g'ri tanlangan. Men albatta bu yerda qandaydir manfaatdorlik evaziga bo'lgan deb ayta olmayman, sababi unga dalilim ham, guvohim ham yo'q meni. Lekin bunday qaror chiqishi tabiiyki siz savollarga undaydi. Nima uchun bunaqa chiqdi? Mana yosh yurist ham bu narsani ko'rib baholay oladi-ku, huquqiy baho bera oladi-ku, yoki ko'rsatuvlarni eshitib desa, albatta tergovchi yoki yuristlar aytadi, ha bilish o'zida individual holati bor, uni sen bilmaysan, shuning uchun o'zingcha gapirma degan mazmunda gaplar bo'lishi mumkin. Lekin biz faktlarga tayanib hozir gapiryapmiz. Qo'limizda hujjatlar o'rganib chiqqandan keyin gapiryapmiz. Shunday ekan, bugungi kunda taktikalarimiz, tergov taktikalarimiz to'g'irlash kerak. Bir yig'ilishda men ko'p bu narsani takrorlayman. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqqanda bosh prokurorimiz hisobot berdilar. Bundan 1-2 yil avval adashmasam, prezident huzurida va nima uchun tergov sifatida bunaqa pasayib ketgan degan savol berilgandan keyin tergovchilarning 30-40% yosharib ketib qoldi degan javob berildi. Endi unga ham 2 yil bo'ldi endi. U yosh tergovchilar ham katta bo'lib qoldi endi aka. Ancha ustozlar ko'rdi. Demak, ana shunga to'g'ri ta'lim beradigan ustozlar doirasi kamayib ketgan degan xulosa kelyapman. Sababi ko'pchilik tajribali xodimlar bugungi kunda advokat, Hamid aka o'zi yoki turli tashkilotlarda yurist yoki o'zlari tadbirkor bo'lib ketib qolgan
va hozirgi kunda ularga ta'lim beradigan bir to'g'ri ta'lim beradigan deylik, haqiqatni ochishga, adolatni o'rnatishga harakat qiladigan taksilarni o'rgatuvchi muallimlar soni kamaygan keskin. O'ylaymanki, shunday ko'rsatuvlarimizdan keyin savollar kelib tushadi. Hali endi birinchi ko'rsatuvimiz bu tergov taktikasi bitta mavzuda yakunlanishi imkonsiz, sababi butun Jinoyat protsessual kodeksni qamrab oladi bu. Jinoyat protsessual kodeksidan tashqari sud plenumining qarorlari bor. Ya'ni sud plenumining qarorlari bu Jinoyat protsessual kodeksida qamrab olgan, lekin to'liq tushunchani bera olmaydigan masalalarga sud amaliyotdan kelib chiqib to'xtam beradi. Mana shu joyda shunaqa to'xtam qilsak bo'ladi. U yerda ham hali batafsil to'xtamlar to'liq shakllanmagan. Oddiy bitta misol aytaman. Jinoyat kodeksida o'ta og'ir jinoyatlar turkumiga kiruvchi bosqinchilik jinoyati bor. Bosqinchilik jinoyatini sodir etilish jarayonini ozgina tushuntirib beraman. Mana biz tinglab turganlarda ham, balki agar amaliyotda bo'ladigan bo'lsa, buni ko'rib chiqishadi. Aytaylik, bir odam ikkita yigit bilan qizni oldiga kelib, mahallasida agar gaplashib turgan bo'lsa, biz endi mentalitetdan kelib chiqib, mahallani bolalar g'azab qiladi. Nechunki sen bizning mahallaga kelding, nechunki bizning mahallani qiz bolasi bilan gaplashyapsan deb unga dag'da qilish ehtimoli ko'p bugungi kunda. Oldindan shunaqa bo'lgan, hozir ham yoshlarimiz qiziqqon, buni to'g'ri tushunish kerak. Bunga yo'l qo'yish kerak emas, tushunish kerak, lekin yo'l qo'yish kerak emas. Tarbiyalash kerak, bular qilish mumkin emasligini. Amaliyotdan kelib chiqib aytayapman bu voqeani. Kelib, haligi bolalar ozgina sal turtishyapti. Og'ir tan jarohat bermayapti. Yengil tan jarohat berib, nechun biz mahallani qizlarini nomusiga bunaqa haligi dog' tushirasan mazmunda qilishyapti. Keyin ichida bir odam 3 kishi bo'lyapti, mahallani bolalari borib, shunda haligi sapal tegib, urib, jarohat yetkazgandan keyin ko'ziga bittasini telefon tushib qolyapti. Ashadagi uchrashuvga chiqqan yigitni telefoni tushib qolyapti, uni olib olyapti. Aka, telefonimni qaytarib bering desa, qaytarib bermayman deb ketyapti. Tabiiyki, uni kuchlar teng emas. Bu yerda 3 ta odam, o'zi bo'lib ham mahallaning bolalari, bitta hushtak chalsa 20 tasi to'planib keladi. Hamdaka bu shunday olib ketyapti. Keyin bu narsa uchun ustidan ariza beryapti. Ariza bergandan keyin buni bosqinchilik deb baholayapti buni. Qarang, bosqinchilik deb. Chunki bir ko'rinishda tarkibni beryapti-da. Ya'ni tajovuz bormi? Bor. Mulkni olish bormi? Bor. Haqiqatdan ham mana bezorlik alomatlari bor, lekin bezorlikga ko'ra bosqinchilik og'irroq jinoyat, og'irrog'ini oladi tergov. Ko'p holatlarda sud o'ta sotib olaradi deydi. Shunaqa praktika ham shakllanib qolgan. Ana shu holatda keyin bosqinchilik bilan jinoyatchi tergov qilinib keltirildi. U paytda men prokuror edim, ko'rib chiqdim jinoyatchini. Keyin shu yerda aytdim, motiv maqsadga qaramayapmiz-ku bu yerda. Motiv subyektiv tomon bermayapti. Motiv maqsad, buni maqsadi bosqinchilik emas edi-ku deyman. Buni maqsadi kelib, 3 ta bola kelib, go'yoki mahallasini qizini sha'nini himoya yoki mahallani sha'nini himoya qilyapti deymizmi? Mahall qiz bola o'zi sha'nini himoya qilmasdan kelib turganlik navbatga olsak, mahallani sha'nini himoya qilyapti deylik. Bunaqa hali g'oyalar bilan-da, bu jinoyat ham g'oya bilan bo'ladi. O'z jinoyat sodir bo'lmaydi spontana. Shuning uchun motiv maqsad muhim tergovchiga. Ana shu motiv maqsadni aniqlayotgan paytda ko'ryapmizki, yo'q, bu keyin bo'lganda sodir navbati bor-ku jinoyatlarni. Mana oldin maqsad qilinadi, maqsad shu yerga borsak, mulkini olamizda. Agar o'zlari ham qarshilik qilsa yoki bizga xalaqit qilsa, jinoyatimizga unga tan jarohat yetkazamiz yoki o'ldiramiz degan maqsad qo'yib ketsa, ana shu bosqinchilik jinoyati. Lekin kelib, janjal qilib, bu boshlanish bezorilik boshlandi. Ko'rasizmi? Bezorilikdan boshlandi. Kelib, ikkita odam tinchini buzishyapti, 3 ta bola bezorilik qilishyapti. Agar tan jarohati yengil bo'lsa, hattoki ma'muriy javobgarlik bo'lyapti, agar buni oladigan bo'lsa. Lekin telefonni olib ketganini qarasa, mulkiy zarar bor. Nima qilamiz endi? Buni ikkiga bo'lamizmi harakatni? Birinchi harakat bezorilik bo'ldi, ikkinchi harakat bu talonchilik bo'ldi deymizmi deb o'ylab qarasa, plenum qarorlarida, sharhlarda ham agar bunaqa harakat bo'lsa, bosqinchilik bo'lish haqida ishoralar juda ham ko'pligi uchun bosqinchilikni baholanyapti. Qarang, yangi haligi uncha og'ir bo'lmagan jinoyat bitta noto'g'ri taktika qo'llash bilan o'ta og'ir jinoyatga aylanib qolyapti. Shundan keyin bu jinoyatchini biz qaytardik, maslahatlashdik. Hattoki esimda bor, bu masalani bir davlat maslahatchisi bor edi o'sha paytda, prokurorlarni chaqirib, ularni ilmiy darajasini oldin suhbatlar qilib turlardi. Shunaqa qanaqa ilmiy darajadagi prokuror ishlayapti. Endi har doim ham bo'lmasa ham muayyan bir haligi kadrlar masalasiga kelganda prokurorlar bir chaqirilib, suhbat qilib olib, belgilab olinardi. Ya'ni qonunchilarga o'zgarishlar takliflari bormi, yo'qmi o'zi yoki kundalik hayotidagi muammolarni qanday yechilish bo'yicha takliflar bormiki degan mazmunda chaqirib turilardi. Shunda shu davlat maslahati ham shu fikrda aytganman. Shunaqa masala bor. Men bu narsani amaliyotda to'qnashdim deganda haqiqatda jiddiy masala ekan bu dedi. Agar motiv maqsad to'g'ri aniqlab olmasak, tabiiyki tergovchi qonunlarni qaraydi-da, qonunda shunaqa ekan, demak bosqinchilikka qarab olib ketaveradi u tergov qilib. Oddiy qarang, yo'naltiruvchi savollar qarang. U bosqinchilik jinoyatini qilishni maqsad qilib qayerda qildinglar maqsad deb solib qo'yadi. Bu yo'naltiruvchi savol bu.
demak tergovchi buni bosqinchilik qilmoqchi bo'lgandagi xulosa kelib bo'ldi. Bular qayerdadir bosqinchilik qilamiz deb fikri kelib bo'lgan. Kelib bular keyin bu bosqinchilik jinoyatini amalga oshirib ketdi degan fikrda ovoladida, qarashki jinoyat bosqinchilikka aylanib ketib qoladi. ijtimoiy xavf nuqtai nazaridan o'ta og'ir jinoyat sifatida ketadi. Ketadi. Buni ishonsangiz mana sud ham inson endi, sudya insonki, bu robot emas, inson. Tabiiyki bitta jamiyatda yashayapmiz, o'ziga yarasha siyosiy rejim bor jamiyatda yashayapmiz. Haligi erkin hamma xohlagan fikrini qilsin emas. Bu har qaysi davlatda ham bu narsa tartibga solingan. Shundan keyin men shunaqa holatlardan eshitganman. Endi prokuror imzo qo'yibdi, ham ahmoq emas-ku, bilib qo'ygandir degan fikr kelib qoladi. Bular detalni, bular hech qayerda aytilmaydi, hamdagi bu narsa hayotda bor narsada bu. Bunga urg'u berib, bugungi kundagi tergovchi, prokuror, sudyalarimiz ana shu haqiqatan ham o'ylanib qoladigan joyimiz bor. Qayerdadir malakamiz yoki malaka sardob etmaslik mumkin. Jinoyat har doim qonundan oldin yuradi. Siz jinoyatni ochasiz, qanday qildi ekan bu deb turib, qonun yetib boradi orqasiga. Ana shu paytda yeta olmay qolishi mumkin qonun. Bu tabiiy jarayon. Bu narsani darrov ayblab, falonchi yomon ekan, buni manfaati bo'lganki, bo'lmasa qilmas degan fikr kelish kerak emasda, ehtimol ilm yetmagan bo'lishi mumkin. Ana shu holatlarda qonunda o'zida yechim bo'lmaganligi uchun shumlab ketgan holatlar ko'p. Jahongir aka, haqiqatan juda ham muhim masalani ko'tardingiz, chunki mening o'zim ham o'sha Ichki ishlar vazirligi akademiyasida o'qiganimizda bizlar uchun asosiy fanlar bu eng birinchisi jinoyat huquqi va jinoyat protsessi bo'lardi. Undan keyingi turadigan fanlar albatta o'rtada operativ qidiruv huquqi ham o'tilardi bizlarda. Lekin ahamiyati bo'yicha kriminologiya va kriminalistika fanlari ham eng muhim fanlar qatorida turadi. Kriminologiya bu jinoyatchilikning tabiati va sotsiologiyasini o'rgansa, ayollar o'rtasidagi jinoyatchilik, bolalar o'rtasidagi jinoyatchilik, ma'lum bir geografik hududdagi jinoyatchilik, statistikasini, statistika mana shu tabiatini o'rgatadi va kriminalistika esa bir tarafdan nimalarni o'sha jinoyatga sabab bo'lgan predmetlar va hokazolar, shu bilan birga jinoyat tergov qilish taktikalarini ham o'rgatish masalalari bo'lardi. Juda ham ko'p darslar o'tilardi va Jahongir aka haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Bu bitta bilim emas, bir nechta sohadagi bilimlarning kompleksi orqali adolat o'rnatiladi tergovda. Misol uchun mana aytayapsiz, deylik, men esimga tushdi sizning gaplaringizdan. Jinoyat huquqida biz o'sha jinoyatda nimani ishtirokchilik masalalarida nima deymiz, boyagi oddiy ishtirokchilik, murakkab ishtirokchilik, uyushgan guruh va jinoiy uyushma deymiz. Oddiy va murakkab ishtirokchilik o'rtasidagi yagona bir qiziq fakt bor. Ya'ni yagona buni aniqlashtiradigan. Oddiy ishtirokchilikda jinoyat obyektini ko'rgan paytda qasd vujudga keladi. Masalan, mana ikkita o'rtoq ketyapti. Uydan chiqayotgan paytda o'g'irlik qilish niyati yo'q edi. Qarasa ko'chada bir velosiped turibdi, egasi yo'q va qulflanmagan. O'sha velosipedni ko'rgan payti qasd vujudga kelgan bo'lsa, bu oddiy ishtirokchilik. Endi xuddi shu jinoyat. Velosiped o'g'irlanyapti, lekin o'sha ikkita o'rtoq uyida o'tirib shu narsani qasd qildi. Ya'ni shu yerda ko'pincha velosiped turadi, bugun ham turibdi. Sen bu vazifasini bajarasan, yo uni chalg'itib turasan kelguncha, yoki bo'lmasa kutib turasan kelyaptimi yo'qmi? Menga aytasan mabodo kelayotgan bo'lsa va shu orqali velosiped o'g'irlaymiz desak, bu murakkab ishtirokchilik va jinoyatni og'irlashtiradi. Qarang, va sizning aytgan o'sha tergov taktikasi masalasida tergovchi mana shu yerda adolatni o'rnatishim uchun obyektiv yondashishim kerak degan tergovchilik solidarligi bo'lmasa, hech kim hech narsa qila olmaydi. To'g'ri. Hech kim u yerdagi o'tirgan deylik o'sha jinoyat yoshiga yetgan, lekin o'smir, masalan, o'g'irlikning yoshi 14 yoshmi Jahongir aka? 14 yoshi. O'g'irlikning subyekti 14 yosh yetarli o'g'irlikning subyekti bo'lishligi uchun. Aynan tergovchi shu narsani yo'naltiruvchi savollar bilan bu qasd bizda uyda vujudga keldi degan masalani tergov bayonnomalari kiritadigan bo'lsa, bo'ldi, bu murakkab ishtirokchilik bo'ladi va qarabsizki, kamida yana 3 yil qo'shilib turibdi. 3 yil yoki 5 yil qo'shilib turibdi. Shuning uchun bu yerda mana hozir siz aytganingizdan keyin mana shu narsalar esimga kelyapti va eng qizig'i, mayli oddiy ishtirokchilik, murakkab ishtirokchilik, undan ham og'irrog'i bor, uyushgan guruh va jinoiy uyushma. Siz aytgan bosqinchilik masalalarida agar u yo'naltiruvchi savollar orqali va
chuqur tergovchilik obro'si nuqtai nazaridan yondashmaydigan bo'lsa, hattoki mana sizning misolingizdan tushunyapmanki, jinoiy uyushmagacha ham ketib qolishi mumkin. Unaqa ko'p-ku. Ha. Shuning uchun men aytgan bo'lardimki, tergov taktikasi deganimizda davlat tomonidan tergov vakolati berilgan vakolatli shaxslarning sudgacha, sudning adolatli qaror qabul qilishi uchun amalga oshiradigan protsessual harakatlarni aytsak bo'ladimi, Jahongir aka? Ya'ni tergov taktikasi. Taktika o'zi protsessual harakatlar yig'indisi taktika bu. Ha. Shunaqa. Psixologik, kriminalistik ilmlarning yig'indisi bu taktikaning shakllanadi. Aytsak, kriminalistika tergovni o'rgatadi, dalilga qanday yondoshishni o'rgatadi uni. Men yangi tergovchi bo'lganimda, endi nazariyotchiman hali, amaliyotda ko'rmaganman, nazariyotchiman. Yangi tumanga bordim tergovchi bo'lib. Endi bizga qanaqa o'rgatgan? Voqea joyiga borsang, voqea joyning atrofini o'rab olasan, begona odamlar kirmasin, oyoq izlari chiqib bo'lmasin, hech kim sendan ushamasin, sen ko'rib ol, oldin hammasi tergov guruhining rahbari sensan deb, institutda shuni o'qitgan, keyinchalik ishni boshlaganimizda shuni o'rgatishgan edi. Borsam, bunaqa holat yo'q. Hamma kirib yotibdi, bu yerda qotillik jinoyatining qurboni yotibdi, tepa-tep bo'lyapti. Men tergovchiman, guruh rahbariman-ku. Chiqinglar hammanglar dedim. Hozir chiqinglar, nima ahvol bu dedim. Hammanglar bo'lmasa ertaga bitta dalil yo'qolib qolsa, hozir uchastkovaga aytdim shu yerda. Hozir seni oyoq izing chiqib qoladi shu yerda. Hozir oyoq izlarini olayotgan paytda chiqib qolsa, seni hozir olib kelishni boshlayman. Qanaqa oyoq izing chiqib qoldi shu yerda? Keyin menga isbotlab ber, o'rtoq tergovchi, voqea bo'ldi, borganimda kirib ketoribman desa, men aytaman, seni o'qitishmaganmi deyman. Voqea bo'lgan joyga kirish mumkin emasligi tartibi bor-da, voqea joyini agar mana ichki ishlar xodimiga xabar berildi, mana agar bilmaganlar bilib olsin, tartibi kimdir jinoyat haqida xabar berdi. Aytaylik, qotillik jinoyati bo'lishi mumkin yoki qandaydir boshqa jinoyatlar haqida bo'lishi mumkin. Shunda xabarni olgan odam, ya'ni dejurniy qism, navbatchilik qismi buni yo hududda o'sha mas'ul bitta mas'ul shaxsga xabarni beradi birinchi bo'lib. Borgandan keyin ehtiyot bo'lib kirib, darrov o'rab qo'yish kerak. Bo'ldi, hech kim kirmaydi u yerga endi. Toki tergovchi kelmaguncha, chunki tergov guruhining rahbari u. Tergov guruhining rahbari ertaga bitta oddiy izni, bir narsani ushlab qo'ydingiz, nima ekan qarab qo'yib kelsangiz, izingiz qolib ketib qoldi. Keyin isbotlab bering, buni men yo'q, shu kirganda ushlab qo'yibman deb ushlab qo'yishi o'zi uni noto'g'ri harakati. Sababi har bir ana shu jinoyatlarni tergov qilishga, izlashga mas'ul bo'lgan xodimlarni o'qitadi. Mana siz ham institut o'qigansiz. Hattoki agar u yuridik sohada o'qimagan xodim bo'lgan bo'lsa ham, sohaga kirgandan keyin 6 oy o'qitiladi. Ya'ni qisqa qilib jinoyat protsessual kodeks talablari. Shuni bilmadim, buni tergovchi xohlab emas, xohlamasdan ham ayblab qo'yishi mumkin. Agar bo'lib ham buni unga qandaydir adovati bo'lib qolgan bo'lsa, shakllanib qolgan bo'lsa, berdi Xudo tergovchiga. Ana uni yo'naltirib, ana shu yerda jinoyat chiqarish hech gap emas. Hamki bunaqa voqealar bo'lmagan deb ayta olmaymiz. Bunaqa voqealar bo'lgan. Shuning uchun bundan kelib chiqamizki, demak tergov taktikasi deganda oddiygina tergovchini chaqirib so'roq qilish nazar tutmaylikda, butun tergov jarayonini inobatga olaylik. Misollar juda ham ko'p. Hozirgi kunda bo'layotgan xatolar haqida hali gapiramiz. Mana kuni kecha Jizzax viloyatiga bordik, bir jinoyatchini oldik, buni reels ham qilib qo'ydik Iqboldin Ketmonov bilan. Oddiy bugungi kunda ko'p tarqalayotgan ish. Aytaylik, odamlar hozir bir-biridan qarz olib yashayotgan davr bo'lyapti. Buni tan olish kerak. Qarz emas, odamni topish qiyin bo'lib qoldi o'zi. Yo banklardan qarzi bor, yoki mikrokredit tashkilotlaridan qarzi bor, yoki fuqarolardan qarzi bor. Ana shu qarzni vaqtida bera olmay qolish ehtimollari bor. Olingan qarzni qanday tasarruf qilishlari bor. Bular hammasi hammaga tergov davomida ochilish kerak-da, bu ochib birma-bir qilish kerak. Bu birinchi vaziyat. Ikkinchisi, bugungi kunda ko'p xato bo'layotganlari shunaqa qarz oldi berdilarda, jinoyat protsessual qonunchiligi, jinoyat qonunchiligi, sud amaliyoti berilgan qarzni foizlarini undirish nazarda tutmaydi. Bu fuqarolik sudlovga taalluqli masala bu. Lekin ming afsuski bugungi kunda qo'shni oshidagi haqdorlar kelib turib, foizga pul bergan, aytaylik $10,000 foizga pul bergan bo'lsa, haligi pul tug'ib aytaylik foizi $15,000 bo'lgan bo'lsa, mendan $15,000 qarzi bor deb yozdirib oladi odatda haligi foizga ishlaydigan odamlar. Haqiqatda hozir qancha olyapsan? $10,000 qarz olyapman. Qanchada qaytarasan? 6 oyda qaytaraman, 3 oyda qaytaraman yoki oyma-oy foiz berib boraman degan mazmunda kelishuv qildi. Kelishuv qilgandan keyin endi tilxatda o'zlarini odamlar kafolatlamoqchi bo'lyapti dedi, xavfsizligini. Bo'lmasa menga $15,000 qarzman deb yozib ber. Bomonam to'lasang 15,000 bo'ladi ertaga. Foiz bilan to'lasang 15,000 bo'ladi. Shuning uchun menga 15,000 qarzman deb yozasan deyapti. Haligi odam endi iloji yo'q, bo'pti, endi pul kerak deb $15,000 qarzman deb yozib beryapti.
va tergovga borgandan keyin bu narsa ko'tarilib vaqtida qaytarib bera olmayapti. Tabiiyki arizachi $15,000 da'vo kirityapti. Ichki ishlar organiga yozyaptiki, fuqarolar sudiga bormayapti, sababi bu uzoqroq muddatda. Endi fuqarolar sudiga borasan, 2 choylab ishni ko'radi, ko'rganda ham borib qaror chiqarib beradi, bu qaror ijroga boradi, ijroda bu qachon bo'ladi deb odamlar oson yo'li ichki ishlar orqali qilish bo'lib qoldi. U jinoyatmi, jinoyat emasmi, ahamiyati yo'q. Ko'rsangiz fuqarolik munosabatlar ham hozir jinoyat bo'lib ketib qolyapti. Haqiqiy firibgarlik ham jinoyat bo'lyapti, firibgarlik emas ham jinoyat bo'lib ketib qolyapti. Buni to'g'riligi tushunish kerak. Sababi hamma ish ham firibgarlik emas. Qaydadir bor boshqa moddaga tushadi, qaydadir bor o'zboshimchalik bo'lib qoladi. Bunga ahamiyat berilmayapti. Nimaga? Sababi firibgarlik jinoyatida sanksiyasi og'irroq. Agar qarzni to'lamasa, qamoq ehtiyot chorasi qo'llash ham bor. Tabiiyki, arizachi berayotgan odamga ana shunaqa qattiq qo'llik bilan qilingan unga ma'qul. Qamasan deydi, nimaga qarzim to'lamaydi deydi. So'ragan paytda berdim-ku deydi. Yalinib keldi eshigim tagiga deydi. Foiz bo'lsa ham olaman deydi. Hozir endi berar paytda meni sarson qiladimi? Ertaga inninki deb 3 odam yuradi deb turib ariza berib, tabiiyki uni g'azabi chiqdi. U ichki ishlar organlaridan talab qilishni boshladi. Qamayladi, nimaga qamamaysizlar dedi. Ichki ishlar organlarida xodimlar ko'ryaptiki, bu firibgarlikka tortmayapti, chunki kelishuv bor. Kelishuv vaqtida qila olmadi. Olingan pul nimaga deb olingandi sizdan deb savol beryapti endi haqdorga, arizachiga. Desa birga tijorat qilamiz degandi, menga foyda beraman degandi, deyapti. Aslida o'zi qanaqa bo'lgansa, aslida bu foizga pul bergan. Hech qanaqa tijoratga sherikkan bo'lmagan u, foizga pul bergan. Ana bu ikkinchi odam foizga pul olgan undan har oyda endi summadan berib turishga kelishgan, lekin bera olmadi. Nimaga? Chunki tijorat o'xshamadi. Krizis bo'lyapti hamdagi butun dunyoda bo'lyapti bu krizis. Buni tan olish kerak. Sababi avvallar Yevropaga mol chiqaruvchilar Ukraina orqali chiqargan bo'lsa, hozir Ukrainada urush ketyapti, chiqarishning imkoni yo'q. Avvallar dengiz yo'llari bilan chiqaraman desa, dengiz yo'llarida ham urushlar mana endi Ozarbayjon, Armaniston tinchida sapal yo'l ochamiz harakat qilyapti. Qo'yingki, demak tijorat olib borishga imkoniyat kamaydi. Bu tadbirkorga ta'sir qildi. Tadbirkor kim? Keling qoidasini eslaylik. Tavakkalchilik asosida harakat qiluvchi odamni foyda olish uchun tavakkal qiladigan odam. O'zining mablag'ini u qarzga oldimi, qanday qilib olsa ham o'ziga o'tdi bu mablag'. Yuridik nuqtai nazardan yondashamizmi? Biz yurist bo'lganimizdan keyin mablag'ni bankdan oldi, shartnoma qildi, men mablag'ga kafilman dedi. Boz ustiga men buni garov qilib ham mulkimni qo'yapman senga dedi. Demak, mabodo men aytilgan va'dani, shartnoma shartlarni bajarib bera olmaydigan bo'lsam, meni mulkim ham senga kafillik bildiradi. Qolaversa, agar bo'lmasa sudga borib, sudda buni nizolashamiz, shu yerda bilamiz degan mazmunda shartnoma tuzilyapti. Yoki shartnoma bo'lmasa ham tilxat yozilyapti. Ayrim odamlar shartnoma qilmaydi-da, keng tarqalgan bu holat tilxat orqali, ya'ni bu ham yozma hujjat. Buni e'tirof etiladi, sud bilan qaror deb e'tirof etiladi. Shunaqa mana qoldi. Endi qarz oldi berdi qiladigan bo'lsa, bu fuqarolik munosabat bo'lib qoladi. Unda biz sarson bo'lib qolamiz. Shuning uchun sen bu narsani men tijorat uchun oldim deb yozib berasan deydi. Tijorat uchun olmayapman-ku, men sizdan foizga olyapman-ku pulni. Men tijoratim o'xshaydimi, o'xshamaydimi, siz bundan zarracha kuymaysiz-ku. Nima uchun bunaqa yozaman desa, sababini endi og'zida aytmaydi, ichida aytadi. Ichidagi gapini men aytib beray odamlar, chunki haligi gaplashganda bilamiz-ku, mabodo bermay qolsang, men seni ichki ishlarga berib qamatishingga bu menga imkoniyat bu. Shuni berasan, mazmuni bor ichida buni. Odamlar buni bilib oldi. Buni taktikasini odamlar ham bilib oldi, yuridik nimalarni, qanday ishlashini va shunga yo'naltirib olib ketib, odamlar ham olib ketyapti. Endi tergov organiga kelgandan keyin ana shu so'roq qilish oqibatida taraflarni bilyapti, haqiqatan ham bu foizga olingan pulga o'xshayapti. Uni sarflashda kelib hisob-kitob qilinadi-ku bu tergov ham. Bu qo'l ostida istalgan tashkilotning mutaxassisi, uchun mutaxassis. Juda ham vakolati keng. Shuni bu aybdor odam men foizga olganman deyapti, bu tijorat uchun berganman deyapti desa, buni aniqlash choralarini ko'rish kerak hamdagi bugungi kunda. Qani nima bilan isbotlanadi bu? Faqat bir odam so'roq qo'yapti-da, arizachini shuni gapi rost deb qabul qilyapti, bu yerda hech kim tinglanmayapti. Qolgan hamma go'yoki yolg'onchi, lekin ana shu ariza yozgan odam gapiga sapal yordam bergan odam, bu odam haq deb turib, ana shunaqa taktikka bo'linib ketib qolyapti. Oxir oqibatda qarz olgan odam, foizga qarz olgan odam foizi bilan qaytarishni majbur bo'lyapti. Bunga organ yordam beryapti hamdaka. Organning vakolati yo'q foizni undirib berishga aslida. Lekin biz nima qilaylik? Buni dalil yo'q endi, dalil topolmadi, shuning uchun foizni undirish to'g'ri kelib qoldi deyish mumkin. To'g'ri tushunaman. Bo'lishi mumkin. Dalil topolmasa tergovchi yozilgan tilxatga tayanadi, boshqa narsa tayana olmaydi. Lekin bu yerda boshqa odamlar so'roq qilish oqibatida, garchi oila a'zosi buni faol guvohlik bera olmasa-da, chunki biladi, aybdor tomon tarafni oladi oila a'zosi. Qo'ni qo'shnisi bor, qarindoshi bor, lekin buncha odam til birtirishi mumkin emas-da. Shu nuqtai nazardan nimaga qaramayapmiz? Qani biz insonparvarlik prinsiplarimiz,
haligi 50 kellik bo'lib qoladigan bo'lsa, ko'cha tilida jabrlanuvchi foydasiga hal qilib berish degan narsa yoki har qanday gumon, shubhalar aybdor foydasiga hal bo'lish degan jumlalar yo'q bo'lib ketib qoldi. Men shunday ishlar ko'ryapmanki, Hamid aka qatnashyapman, tilxat ham yo'q. Hech qanday hujjat qilinmagan, qarz oldi berdida. O'zaki kelishuv bilan yaxshi tanish bo'lganligi uchun gaplashavergan, foizga pul olavergan, keyin vaqt soat kelib bera olmay qolgan, narigi odam yozib beryapti ariza. Hujjat yo'qmi? Yo'q, shunaqa hujjatim yo'q deyapti. Yo'q, hech qanaqa dalilim ham yo'q deyapti. Nimada unaqa qila olmaymiz desa, o'zini gapirtirib ko'raman, eshitib ko'rasizlar mana, yozib olaman ovozlarini, oila ovozlarini yozib olaman, shu isbot sizlarga olganligi deyapti-da, haqiqat yozib olsa aytyapti-da, olganman, beraman puling deyapti. Bu dalilga o'tyapti endi. Vaholanki Konstitutsiyamizda ham, Jinoyat protsessual kodeksda ham odam o'ziga o'zi qarshi bergan ko'rsatuv dalil bo'la olmaydi deyilgan. Lekin buni inobatga olmayapti. Hamid aka bugungi kunda tergov ham inobatga olmayapti, sud ham inobatga olmayapti. Qaysidir bitta ish ko'rdim. 4 ta 5 ta og'aynisi bor ekan, arizachini, hammasi arizachi tomon, do'stlari uni, bu yerda bir odam aybdor, sudlanuvchi, qarz olib qo'ygan, buni yolg'onini bular tasdiqlab beryapti. Uni yolg'onga sen qadam bilding desangiz, 3-4 marta so'roq qilganingizga ko'rsatuv har xil chiqargandan keyin yolg'on deb qabul qilinadi-da bu. Shunaqa holatda ham suddan o'tib ketyapti. Bu sud tergov taktikasi ham noto'g'ri ketayotganligidan belgi, dastlabki tergov taktikasi ham noto'g'ri bo'lganligidan belgi. Aslida qonunda aniq yozib qo'yibdi-ku. Shubha gumon, dalil yetarli bo'lmasa yoki obyektiv dalil bo'lmasa, Jinoyat protsessual kodeksining 95-moddasidan boshlab qo'shimcha dalillarga berilgan dalil qanday olinadi, qanday baholanadi, maqbul dalil qanday, nomaqbul dalil qanday, hatto Jinoyat protsessual kodeksdagi normalar yetarli bo'lmaganligi uchun sud bilan qarorlari ham chiqqan buni sharhlaydigan. Bular ham amal qilinmayapti. Demak, bugungi kunda taktikani nima bu, hiylami deb shuncha bu mavzuni qo'ydik. Nima hiyla bo'lyaptimi bugungi kunda? Maqsad bir odamni qamab olish bo'lyaptimi? Hozir mana ko'p gap so'zlar o'tib, aka buyurtma bo'ldimikin dedi. Men aytaman, kim seni buyuryapti deyman men. Keza haligi ishonch bildiruvchiga aytaman, "Yo, buyurtma degan shuni esdan chiqarib yubor" deyman. Hozir endi qonun ishlaydi. Biz qonundan ko'rib chiqamiz deyman. Qonun bo'yicha sen haq bo'lsang, biz sen haqligini aytamiz. Lekin to'g'ri shu qarorni biz qabul qilmaymiz deyman. Qarorni sudya qabul qiladi, tergovchi qabul qiladi, prokuror qabul qiladi. Biz haqiqatni ochib beramiz xolos. Mana shu haqiqat dalildan taqdim qilamiz va ana shu dalildan tekshirish talab qilamiz deymiz. Mayli shunday bo'lsa ham, agar adolat bo'lsa roziman deydi. Lekin borib mana yaqinda bir ish bo'yicha firmamiz advokati qatnashdi. 30 ta iltimosnoma kiritdi Hamid aka. 30 ta iltimosnoma kiritdi sudga. 30 tadan nechtasi qanoatlantirildi dedim. San bittasi deydi. 29 ta iltimosnoma qanoatlantirilmadi deyapti. Lekin adolatli hukm chiqdi. Qo'yilman, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin ana shu holat bilan sud ko'p holatda aytadi, iltimosnoma bersak, mayli qaror chiqarayotganda alohida xonada muhokama qilamiz iltimosnomangiz deydi. Bu qonun doirasida vakolati bor, haqiqatdan ham faqat muzokara paytida berilgan iltimosnomalar bo'ladigan bo'lsa. Agar muzokaragacha bo'lgan iltimosnomalar beriladigan bo'lsa, Jinoyat protsessual kodeks talab bo'yicha rad qilinsa, agar iltimosnomangiz sizga yozma javob berish kerak. Nimaga? Chunki shikoyat qilish huquqingiz bor ustidan siz. Hozir amaliyotda qanaqa? Ko'proq og'zaki bo'lyapti. Undan so'ng biz sud bayonnomasini olib ko'rsak, sud bayonnomasida ham iltimosnomasi mazmuni ham yoritilmagan, faqat advokat iltimosnoma kiritdi, sud rad qildi bo'lyapti-da. Lekin buni mazmuni nima edi deb so'raydigan odam bo'lmayapti. Birinchidan, ikkinchidan, to'xta muhtaram sudya, yuqori sudyalar, pastdagi sudyalarning hukmlarini o'rganayotgan paytda, ishlarini o'rganayotgan paytda, shu bayonnomalarni o'rganayotgan paytda, bunaqa deb o'rtoq yordamchi kotib, sud kotibi yozib ketyapsiz iltimosnoma mazmuni. Nima edi buni mazmuni advokatniki desa, uni yodlab qola olmaydi. Chunki u yuzlab iltimosnomalarda eshitadi bo'layotganda, qolaversa kotib ham ichiga to'liq kirib keta olmaydi. U kotib xolos, u sudga kirish kerak uning ichiga. Lekin ana shu protsessual qoidalar ham buzilishi oqibatida taktikalarimiz buzilib ketyapti. Ya'ni taktikadan maqsad nima edi o'zi? Taktikadan haqiqatni aniqlash edi maqsad. Jinoyat protsessual kodeksda taktikani kiritish va qoidalarni kiritishning maqsadi nima edi? Haqiqatni yuzaga chiqarish edi. Lekin biz aqlimiz bilan, tabiiy aqlimiz bilan, sun'iy emas, tabiiy aqlimiz bilan, ongimiz bilan ana shuni burib olishga imkonimiz bor-da. Endi odamimizda aqllimiz, juda ham bizga so'roqqa kelayotgan odamlar yuridik ilmi yo'q. Hamid aka, misol uchun hozir matematik kelib ikkita savol berib meni o'tkazib qo'yadi joyimga. Yoki biolog yoki har qanday soha vakili kelsa o'tkazib qo'yadi, chunki u sohani men bilmayman. Tabiiyki bugungi kunda tergov sudga borayotgan odamlar yurisprudensiyani umuman bilmaydi. Lekin undan foydalanish kerak emas-da. Aksincha, buni bilmaslik inobatga olib, to'xtaysiz, siz bilmaysiz, hozir adashib qolasiz. Meni maqsadim esa haqiqatni chiqarish, yuzaga chiqarish. Faqat olib ketib yetaklab olib ketish emas sizni. Haqiqatni chiqaray, keyin baho beraman. Kim berdi haq, kim nohaq. Qani deb turib, yoki o'zim xulosam beraman deyish kerak deyilmayapti.
yana bir narsani o'zaro eslatib o'tib ketmoqchiman. Muhtaram prezidentimiz bir necha yil oldin rasmiy hujjat sifatida ham chiqardilar, lekin amalga oshmadi shu. Men juda ham xafaman bugungi kungacha amalga oshmaganiga. Bu juda ham dolzarb edi men uchun. Mana tergov ayblov xulosasi bilan jinoyatchini sudga chiqaradi. Shunda prezidentimiz aytdiki, himoya xulosasi ham bo'lsin dedilar. Himoya xulosasini qo'shib chiqardi. Qani himoyachi qanday fikrda, tergovchi qanday fikrda? Endi tergovchining prokuror deyiladi. Davlat ayblov prokuror quvvatlab qo'ygandek, o'sha prokurorda fikriga o'tib qoladi bu. Endi advokatning fikrini ko'rsin sudlar dedi. Lekin shu haligacha amalga oshmayapti. Nimaga bilmayman. Bo'lmasa mana sud protsessi boshlanganda davlat ayblovchisi o'zining ayblovini o'qib eshittiradi. Bizning ayblovimiz shulardan iborat, shu odam shunaqa ayblayapmiz desa, bo'ldi, shundan keyin protses boshlanib ketadi. Himoyachi meni fikrim bunaqa deyolmayapti-da, to'xtanglar, meni fikrim bor meni ham. Advokat oxirida muzokarada aytadi fikrini, uncha savol javob qiladi, ma'lumotni yig'adi, to'playdi, muayyan bir kartinani shakllantirib, keyin sudyaga oxirida muzokara taqdim qiladi. Meni kartina mana shunday. Chunki Jinoyat protsessual kodeksi hukm chiqarishdan oldin advokatni ham moddalarga nisbatan, kvalifikatsiyaga nisbatan, umuman mazmun nisbatan ham o'zining takliflarini berish huquqi bor. Meni fikrimcha hukm mana shunday yozilishi kerak. Manaqa bo'ldi beyda deb fikr berish huquqi bor. Qarang, oxirida ham teka bu. Bu juda ko'p narsani yo'qotib qo'yasiz. Agar boshida shu fikringizni berib, sudda eshitib fikringizni, advokat mana fikri bor edi bu jinoyatga, buni fikri mana bunday edi. Prokuror fikri mana bunday keldi. Qarang, dalillarni solishtirib ko'rib chiqaman men desa, adolatga yaqin deb o'ylayman. Lekin prokuror fikrini aytib oldida, sudya eshitib oldida, haligi gapda yana arizachi keldida, tergovchi yomonladida, ishonib oldida tergovchiga, bu yomon o'zi, har qancha o'zini oqlasa ham bo'ldi, uni oqlash deb qabul qilasiz. Bu javobgarlikdan qutulmoqchi bu. Buni boshqa maqsadi yo'q. Bu faqat meni aldayapti degan ongingizga kirib qoladi-da, men amaliyotda o'taganman buni. Shuning uchun hozir dadil ayta olyapman-da. Ayrim faqat tergovchilar o'zini topib olgan, aqllik, adolatlik, haligi bir manfaatlarga sotilmagan tergovchilar eshittirib, amali qani ikkinchi tomonni ham eshitaylik dedi. Eshitgandan keyin xulosa chiqaradi, olib turib, siz nimaga bunaqa deyapsiz deb, hattoki ariza muallifiga ham keskin savollar beradi. To'xtang, qayerdan olib bunaqa da'vo qilib chiqyapsiz? Nimaga bu odamni aynan shu bilardi deb aytyapsiz? Deb keskin savol beradi. U keyin javobini aytadi. Mana qanaqa tayinlayapman-da, faqat o'zini fikridan iborat bo'lsa, bu dalil emas endi bu. Haliga shu dalil bo'lib o'tyapti bugungi kunda. Fikr, odamlarning fikri dalil bo'lib ketib qolyapti. Bunga ham hurmatli ana shu soha mas'ul vakillar iltimos qilgan bo'lardim. Endi sizlarga topshiriq buyruq bera olmayman. Bu o'zi qonun o'zi buyruq berib qo'ygan. Bunga qonunni buyrugiga bo'ysunsak o'zi hammasi risoladagidek chiqadi. Faqat iltimos qilardimki, diqqat bilan shunga yondashsak, tergov qilayotgan paytimizda, jinoyat ishlarini sudda ko'rayotgan paytimizda hamma tomonga adolatli, xolis fikriga ishonib qarasak, ya'ni tergovchi ham, sudya ham inson kendi, inson bo'lgani uchun iloji yo'q, ana shu oqim ruhiyatga tushib qolish ehtimoli katta. Shuning uchun bu sohaning yetuk mutaxassislari o'zlari chetga chiqib qaraydi. O'tali ruhini chiqarib qaragandek, sudya sifatida o'zi o'zgarmaydi, u neytral yoki tergovchi neytral, hissiyotga berilmaydi, eshitadi, chetdan chiqib inson sifatida baholashni boshlaydi. To'xta, buni gapida jon bormi, yo'qmi? Xo'p, jon borga o'xshadi ham. Endi nima bilan isbotlanadi bu? Hozir faqat jon borga to'xtab qolayotgan ishlar bor-da, jon bor gapida menga fikri yoqdi, shu fikrni men tergov taktikasi fikri deb ishonib olaman deb o'zini xayolida tergovchi olib ketib qolishi mumkin. Lekin haqiqiy, ilmli, beg'araz, neytral odam bo'ladigan bo'lsa, fikrini eshitdik, nima dalili bor ekan? Qani, bunaqa dedingiz, falonchi biladi deb aytdingiz, nimaga tanib aytyapsiz buni? Undan so'rashdan oldin buni oldin so'rab olish kerak Hamid aka. Men mana Eshmat, Toshmat allalar menga aytganligi uchun bu gapni sizga hozir aytyapman. Yoki men o'zi shaxsan ko'zim bilan ko'rdim. Yaxshi ko'rib, sizni ko'zingiz bilan ko'rganingizni nima tasdiqlaydi deyish kerak-da. Ko'z bilan ko'rib bo'ldi, shu hisob deyish kerak emas-da. Bugun ko'p ishlar shunday bo'lib qolyapti. Umuman aybi bor insonlar aybsiz qolib ketganlarni ko'rdim. Aybi yo'qlar aybdor bo'lganini ko'rdim. Aybi yo'q, ayblanib oqlanganlarni ham ko'rdim. Oqlanmayotganlar ham yetarli darajada. Hozirgi kunda aka qanchadan qancha odam kutib o'tiribdi, qachon bir adolat bo'lar ekan u, qachon men chiqarkinman deb. Shuning uchun hamdagi bu mavzu bitta misollarda aytyapmiz. Firibgarlik bugungi kunda juda ham ozodlikdan mahrum qilish muassasalarimizda firibgarlik bilan ayblangan odamlar juda ham ko'p. Birinchi o'rinda turadi hozirgi firibgarlik O'zbekistonda. Sababi ana shu qarz olib bermasdan borib shikoyat qilyapti, sen firibgarsan deb qamalga ketyapti. Lekin qasd ishlarda, yo sen firibgar emas, yo bu yerda fuqarolik munosabati, fuqarolik sudiga boring deyapti. Vaholanki fuqarolik sudiga yuborgan joy bu jinoyat ko'rsangiz, lekin o'z tergov qilayotgan narsa jinoyat emas bo'lib qolyapti. O'zi fuqarolik munosabati bor yo'g'i. Yoki aytaylik odamlar soliq to'lamay qolyapti vaqtida. Yashirmayapti soliqni, to'la olmayapti xolos. Shunday gapiraylik-da, yashirish boshqa narsa soliqni. To'lamaslik boshqa narsa bu. Hozir shunday amaliyot kuzatyapmanki, Hamid aka,
Jinoyat kodeksining 184-moddasi soliq va boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash deb nomlanadi modda nomi. Lekin sud plenum qarori va jinoyat kodeksi sharhlarida yo'q, buni qachonki soliq bazasini yashirsa, ana shunda buni soliq to'lashdan bo'yin tovladi deb baholagan. Lekin soliq hisobotida aks ettiryapti, to'la olmadi yoki pulni bir joyga ishlatdi, rejasidagi pul kelmay qoldi, soliq to'la olmay qoldi. Oylab, yillab ham bo'lishi mumkin. Bankrotga tushib qolasiz, bo'ldi, qaytib tiklolmasligingiz mumkin. Shuni sen bo'yin tovla deb baholamagin deb o'rgatgan bizga ustozlarimiz ham, qonun ham, boshqa plenum qarorida shunday yozilgan. Lekin bugungi kunda men afsus, shu soliq to'lamasam sen to'lamayapsan-ku mana, demak sen jinoyatchisan degan ketibdi, shu bilan jinoyatchilar ko'payib ketib qoladi. Bu ham endi uni tergov qilish davomida mana taktikani tanlab oldimi? To'lama, to'g'ri yashirmayapti, lekin to'lamayapti. Taktikamiz demak buni soliq to'lamasni ayblash bo'ladi deydi. Tergovchi o'z kallasiga shu bilan savol javobni boshlaydi. Mana payt pulingiz bo'lgan ekan-ku, nima to'lamadingiz? Bir oy oldin pul kelgan ekan-ku, nimaga soliq yo'naltirmadingiz? Desa aytadi, to'g'ri, haqiqatan men yo'naltirsam bo'lar dedi. Bu insoniy faktor, lekin soliq to'lashga hali bir oy vaqt bor. Ularga bu pulni bir aylantirib olsa, ozgina foyda oladi. Tadbirkor shuni o'ylaydi, xolos, boshqa narsani o'ylamaydi. Keyin aytadi, to'g'ri, haqiqatan ham shunaqa qilsam bo'lar degansiz, ana bo'ldi, ushlading deydi. Meni kechiringlar, men sovuqqonlik qilibman yoki haqiqat to'lasam bo'lardi. Yo'q, mana siz mana to'lash majburligini bilasizmi dedi? Ha, bilaman. Majburligini bilib turib, qanaqa qilib buni ehtiyotli qilishingiz mumkin? Demak, bu qasddan bo'lgan deydi. Qarasizmi, o'zgarishni ko'rasizmi? Qasddan to'lamadi deydi. deb yozib, ayblangan iqror shakllantiradi, so'roq qiladi haligini. So'roq qilayotgan paytda aybsiz iqrormisiz yo'qmi degan joyi bor. Desa, to'g'ri to'lamadim men. Desa, to'liq iqrorman deb. To'lig'imiz yozing, to'liq iqrorman deydi. Potensial bu jinoyatchiga aylandi. Sudga boradi. Sudga borsa, sud ham ko'radida, aytadi, agar malakasi yetakli sudya bo'lsa, to'xta, nima qilding sen deydi. Bu yashirmayapti-ku bu soliqni. Havasini ko'rsatib qo'yibdi-ku bu. Qanaqa uni hozir ayblayman 184 bilan. Dedi ki iltimos boshladi. Iltimos, biz sharmanda qiling. Qaytmasin ishimiz. Qaytmasin ishimiz. Iltimos, qo'ying bilan shu kungacha kelyapmiz aka. Shu qo'ying endi quloq solma deyapti. Prezidentimiz men emas, prezidentimiz aytayapti. Endi qo'ying quloq solma dedi, bo'lmadi, quloq solib qo'yaverdi. Endi kim aralashsa javobgar qilaman dedi. Lekin aka bu ham to'xtata olmayapti. Nimaga? Chunki buni izini topolmay qolasizda. Bu sirli bo'ladigan ishlarda hamma aka bu. Telefonda, iltimosda, kelib bir tashrif buyurishda, ana shuning uchun hozirgi kunda yoppasiga sun'iy intellekt, kuzatuv, buni oldini olish uchun qilinadigan harakatlarning hammasi zamiri shu. Ya'ni sud huquq islohotining boshlanishlari bu deb o'ylayman men. Hali nasib bo'lsa, Xudo ko'rsatsin, shu kunlarda sun'iy intellektlar kirib, juda xohlayman fozil odamlar shahri, qo'shniqoshli fozil odamlar shahriga aylansak, O'zbekiston ana shunaqa jamiyatda sud advokat bo'lish juda maza qilasizda. Endi borib isbotlab berib qonun ko'rsatsa, sudya advokat isbotlab qo'ydi deydi. Prokuror qanday vajiz ayting desa, biz prokuror bilan tortishaylik. Sudya o'rtamizga tushmasin. Sudya faqat qarab tursin bizni, haqiqiy haligi kurash maydoni qilaylik. Prokuror indolmayaptimi? Demak, argumenti yo'q deb qabul qilsin sudya. Hukm chiqarayotgan paytda bironta savol ham bermadingiz muhtaram prokuror yoki ayblovchi qo'llab-quvvatla olmadingiz-ku. Advokat 10 ta iltimosnoma kiritdi. Bu ishni ochish uchun iltimosnomalar edi. Buni qanoatlantirmasam bo'lmas, faqatda va qolaversa nima uchun qanoatlantirmasligim kerak degan javob bo'lishi nima uchun? Menga o'tkazib qo'ygan joying bor. Men seni huzuringdagi sudyamanmi? Men mustaqil sudya bo'lsam, sen ham bitta subyektsan, bu ham bitta subyekt. Sen ham ishtirokchisan, bu ham ishtirokchi. Nima uchun men seni aytganini qilishim kerak degan fikrlarga kelaylik. Qarab turasiz, advokatlarning keskin ilm olishga ketishini ko'rasiz. Chunki advokatga keltirgan g'alaba bunga motivatsiya beradi, yana ilm izlanishga. Izlansam, ilm olsam degan bo'lar ekan-ku degan motivatsiya bo'ladi, izlanishni boshlaydi. O'ylaymanki, mana odamlarimiz o'ziga qo'yib beriluvdi, o'zgarmadik. Tan olish kerak. Mana endi raqamlashtirish ishga tushsa, men 100% bo'lib ketadi deb ayta olmayman, lekin ana shu 70-80% ga olib chiqa olsak, ancha ishlarimiz yaxshi bo'lib ketadi. Bu uchun esa ana shu tergovga qadar tekshirish taktikalarini to'g'ri olib borishimiz kerak. Aynan qonun bo'yicha olib boraylik. Endi ochilmay qolyapti jinoyat. Bu yerda rahbar sizni ushlaydi, nimaga ocha olmayapsan deydi. Demak, sen prof negodinsan deydi, nekompetentlisan deydi, yoki aytaylik manfaatdormisan deydi. Qo'yingki sizni ustingizga ocha olmaganingizdan keyin tabiiy endi kasbda lavozimni olib o'tirdingizmi, demak siz ilmingiz shunga muvofiq bo'lish kerak. Sizga bo'layotgan tanqid to'g'ri qabul qiling. Demak, izlanishingiz kerak, ilm olishingiz kerak. Papkani ko'tarib olib, boring ustozlarning oldiga, viloyat darajasidagi, respublika darajasidagi iltimos, men bilaman, tuman darajasidagi xodim ham respublika darajasidagi maslahatingiz uchun keldim desa, hech kim itarib olmaydi uni. Kiring, qani kecha nimani qilyapsan? Kerak bo'lsa maqtaydi. Mana falonchini o'rganinglar deydi. Kelibdi, falon joydan kelibdi, olib kelib deylarsan, aka, meni aqlim yetmayapti. Mana qilib aldab qo'yapti deb keldi deb men yurganman.
men ishga kirgan paytda Andijonda hamma yugurardim, esimda borda. Tergovchilar bilan viloyat prokuraturlarida ko'rishib qolardi. Ya nima qilasan, maslahatga keldim falonchi tergovchi akaga. Tergovchi bo'lgan-ku derdi, borib o'tirib 1 soat vaqtini so'rab, iltimos qilib, nima deysiz dedi. Undan tashqari o'zingiz bilasiz nazorat qiluvchi bo'limlar bor tergovni. Ularga ham kiradi. Endi ular nazorat qiluvchining nazari boshqacharoq. Lekin haqiqiy tergovchi nazari boshqacharoq. Shuning uchun uni ham fikrini olardik, buni ham fikrini olardik va haqiqat qilishga harakat qilardik. Sir emas, oldindan bo'lgan bu narsa tergovchi ishi sudda sinishni xohlamaydi. Oldin bunga qattiqroq qaralardi. Hattoki qo'shimcha tergovga qaytsa ham, sen aybdorsan deb intizomiy jazo ham beriladi. Oqlansa bo'ldi, javobgar bo'lardi. Va to'g'ri edi shu. Nima uchun oqlanadi? Qayqaradi u? Shuncha qo'ldagi resurs bilan, kuch bilan, qudrat bilan nimaga odam oqlanishi mumkin? Nimaga odam ayblanishi mumkin degan savol tabiiy bu. Lekin 2017-18 yillarda keldilar buni sal yumshataylik, hali tergovchilarga qattiq qo'llikni kamaytiraylik, sal pasaytiraylik sababi tergovchilar chidamay qoldi, oxiri to'kilib ketib qoldi. Shunda yuklama ham ko'payib ketib qoldimi? Tergovchilar to'kilishni boshladi, ketishni boshladi ishdan. Shundan keyin iloji pasaytirildimi? Bu narsani kimdir suiiste'mol qilayotganlar ham bor. Hamdaka bugungi kunda hech narsa bo'lmaydi menga deydi. Oqlansam hech narsa bo'lmayapti-ku deydi. Hech narsa bo'lmaydi. Mayli sudda oqlab oling, qo'lingizdan kelsa deb shunday erkin aytyapti. Baraka topib ko'r. Inson taqdiri bilan hazillashma. Bir kun o'zing nomli bo'lib qolishi mumkin. Senga xuddi shunday munosabat bo'lsa nima qilasan o'zing? Mayli siz aka harakat qiling, dalillaringizni taqdim qiling. Ko'rib chiqamiz, gap bo'lishi mumkin emas deb biz xursand bo'lib ishlaylik. Senga yordamchi bo'laylik. Senda bor vakolat, deyarli hammasi advokatda ham bor. Shuncha yozib qo'yganki, qonunda advokat ishni ko'rishda mavjud qonunchilik barcha usullaridan foydalanadi. Qonuniy usullardan foydalanadi. Ana shu holat bizga yo'l qo'yib berilsa, biz taqdim qilgan dalillarni suddami, tergovdami xolis ko'rib chiqilsin. Xuddi prokurorning berayotgan iltimosi yoki uni dalili qanday sinchiqlik bilan ko'rilayotgan bo'lsa, advokatni berayotgan dalillar xunaqa hammasi iltimoslar ko'rib chiqilsin. Advokat iltimosnomasini ko'rib chiqdik. Mana iltimos qanoatlantirildi. Bizdan shubha qilmang, biz ham adolat tarafdamiz, biz ham haqiqat tarafdamiz. Lekin siz keltirgan dalil işte mohiyatni ochmadi desa, advokat qo'lini ko'taradi. Demak, advokat ilmi hali yetarli darajada emas, tarbiyaligi, tajribasi yetarli darajada emas. Lekin hali iltimosnomamizni ko'rib chiqmasdan oldin, yo'q bu kerak emas, buni rad qilamiz desa, advokatga psixikasiga ham ta'sir qiladi, ruhiyatiga ham bu. Advokat bo'lgisi kelmay qoladi. Hamitaga to'g'risida, chunki borasiz, kurashasiz, 20 talab iltimosnoma tayyorlaysiz, dalillar yig'asida, buni hech kim ko'rib chiqmasa, уже advokatlardan ko'ngli soviydi, sudga bo'lgan ishonch ham pasayib ketadi, davlatga bo'lgan ishonch ham pasayib ketadi. Bizniki pasaysa, mayli bitta qatlamdirmiz. Investorlar bor. Pul oqimi hozir xohlayapmiz. Ular ham pul olib kirmaydi. Adolatsiz davlatga kim pul olib kiradi? Men ham olib kirmayman misol uchun. Adolat bor joyda bo'lsa, lekin odamlar halol odamlar kirishni boshlaydi. Chunki bularda sud bor deydi. To'g'ri, odamlar hammasi halol bo'lmasligi mumkin, lekin sud halol bo'lish kerak-da. Sud agar qonuniy, adolatli, halol zo'r bo'lsa, umuman investitsiya muammo bo'lmaydi. Biz birovga yalinmaymiz ham pul olib ketib. Hozirgi kunda mana O'rta Osiyo birlashgan bir sharoitda ana shu O'zbekiston agar qonun ustuvor zo'r davlat bo'lib qolsak, bizda mana hozir chet elda tajriba borda, xalqaro arbitraj sudlari ochiladi-da. Biroq muayyan mamlakatlarda, mana Gonkongda bor, Londonda, butun dunyo shularga sudga haligi ariza beradi. Siz ko'rib bering deydi. Shartnomalarda ham agar nizo kelib chiqadigan bo'lsa, London sudida ko'ramiz, Gonkong sudida ko'ramiz deydi. Sababi adolat borligi uchun shu oddiy sud tizimida mana davlat boji bor-ku, juda katta summada davlat boji, 4%, 2% gacha davlat boji bor. Ana shu pul oqib kirib boshlanadi. Bu jiddiy masala, bu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Jahongir aka, rahmat. Haqiqatan yuqorida aytib o'tdingiz. Bu mavzu juda ham katta mavzu va bu jamiyatimizning barcha sohalariga turtki beradigan mavzu. Nafaqat bu uning siyosiy nuqtai nazardan fuqarolarning davlatga ishonchini mustahkamlaydigan institut, sud sohasi va tergov sohasi va shu bilan birga investitsiya oqimini ham olib kiradigan institut hisoblanadi va tergov sohasida, sudlov sohasida adolatning o'rnatilishi shu sohalarda maktab yaratilishini ham ta'minlaydi. Tasavvur qiling, bugun 4-kursni bitirayotgan yuridik universitet va boshqa yuridik ta'lim beradigan oliy o'quv yurtlaridan bitirib chiqayotgan bitta talaba niyat qilsa, umrim davomida men o'sha advokat bo'laman, ketaman emas, yoki tergovchi, prokuraturada tergovchi bo'laman, ichki ishlarda tergovchi bo'laman va hokazo. O'sha adolatni o'rnatish asosida maktab yaratadi-da va kitoblar yoziladi buning asosida va maktablar asosida institutlar yaratiladi. Men endi o'sha tergov instituti bo'lmasa ham ustoz shogirdlik institutlari yaratiladi. Mana shu odamning, mana shu katta tergovchi, o'zining sohasida buyuk bir tergovchining
kitobida mana shunaqa yo'l tutilgan. Chunki bizlar esingizda bo'lsa, Jahongir aka bizlar Ichki ishlar vazirligi akademiyasida mana shunaqa kazuslar to'plamini ham o'qirdik-da. Masalan, chet ellarda nima qilingan, yozilgan kazuslar to'plamini ham o'qirdik. Shuning uchun men aytgan bo'lardimki, aynan o'sha adolat masalasi juda ko'p ijobiy ijtimoiy hodisalarga turtki beradi. Trigger deymiz-ku. Turtki beradi. Shuning uchun mana shu sohada deylik islohotlar bugun bo'layapti. Lekin bu islohotlarni davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Jahongir aka boshlaganimizga ko'rsatuvni 1 soatdan oshyapti. Shuning uchun buni xudo xolasa aynan shu mavzuni keyingi ko'rsatuvlarimizda davom ettiramiz. Jahongir aka, ishtirokingiz uchun katta rahmat. Yana studiyamizda sizni kutib qolamiz. Rahmat.